Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda 7 ot kuchli motobloklarimizni original varianti yetib keldi. Kentavr motoblogini juda ham yaxshi bilasizlar. Motoblok ishlab chiqarish bo'yicha nomer 1 zavod hisoblanadi. Faqat motoblok ishlab chiqaradi. Boshqa firmalarda har xil narsa ishlab chiqarsa, Kentavr motoblogi faqatgina motoblok zavodi faqatgina motoblok ishlab chiqaradi. Ba'zi bir joylarda 7,5 ot kuchi deb sotilar ekan. Bu 7,5 ot kuchi emas akalar. 170 motor 7 ot kuchi hisoblanadi. 7,5-8 ot kuchi deb sotiladigan motobloklarga aldanib qolmanglar. Narxini qimmat qilib sotishyapti. Hammasi 170 motor bo'lsa 7 ot kuchi hisoblanadi. Benzinlik soatiga 0,5 litrdan 8 gram 1 litrgacha rasxod qiladi. Nagruzkada ko'pi bilan 1 litr rasxod qiladi. Zavatnoy orqali zavat bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, zavatnoy orqali yarimta tortga zavat bo'ladi. Filtrlari ham o'sha maslinli original filtrlardan qo'yilgan. Benzin baki 3 litr benzin sig'imiga ega. O'zini berkalarini ham ko'rishingiz mumkin. 2025-yil 4-oyda ishlab chiqarilgan Kentavr motoblogi sifatlari juda ham zo'r. Rullarini o'zingizni bo'yingizga baland past qilib regrovka qilib olsalaring bo'laveradi. Vomlarini ham ko'rishingiz mumkin. Dori apparat, suv nasos, karcher sistemalarini ham bemalol ulab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Karovkalari ham qanchagina ko'rib turibsizlar, anchagina baqot, shu quyma reduktorlardan qo'yilgan sifatli motoblok hisoblanadi. Tormoz sistemasi bor o'zida. O'chirish sistemasi ham bezopasniy xodi ham mana salarkali motobloklarga o'xshab polnisti temirdan ishlangan, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Bo'yini o'zingiz bo'yingizga qarab bemalol moslab olsangiz bo'ladi. Oldiga ikkita, bittadan zadniy skoroslari bor. Skorlari ham e'tibor berib qo'yasizlar, temirli skoroslardan qo'yilgan bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r, original motoblok. Ikki xil rangi bor. Xohlaganlarga ko'k rangidan kelgan, xohlaganlarga qizil rangidan kelgan. Komplektida pechatli original pichoqlari chiqadi. 4 qatordan 8 qatorlik original Kentavr brendiga tegishli freza pichoqlari kelib chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, motoblogimizning narxi 3,500,000 so'mdan qilib beramiz. Arzonchi variantlari ham bor. Sifatni qadrlagan klientlarimiz uchun Kentavr original motoblogini narxi 3,500,000 so'mdan qilib beramiz. 7 ot kuchi, sifat bo'yicha har qanday motoblog bilan raqobatlashaveradi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Donaga ham, optimga ham savdo qilamiz. Narxi 3,500,000 so'm. Telefon nomerlarimiz 91lik 289 74 79 raqamiga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xohlaganlarga tayyor holatda bor, xohlaganlarga upakovka holatda qilib beriladi. Manzilimiz Toshkent shahar. Bu tomoni ipodromdan kelish, O'rikzorga ketishda avtobuslar stansiyasining orqa tomonida joylashgan mana bunday agrotexnika do'konimiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, boshqa modellardan ham bor. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.